Assalamu alaykum. Xitoy qilaydigan az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy qilaydigan az qoldi nomli programmamning 28-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bugun 2025-yil 11-oktyabr. Bugun men sizlarga shu o'tganda men 3 qism program tayyorlagandim. Donald Trumpning ikkinchi bosqichlik tashqi siyosatiga nazarda. Bu 2 qismini sizlarga sungandim. Bir qismi ishib qolgan. Bugun Donald Trumpning ikkinchi bosqichlik tashqi siyosatiga nazar solish bilan birga sizlarga Xitoyning qanday dunyo tamponligining o'zgarishi bilan Xitoyning qanday siqishib qo'yayotganligi, Xitoyning ikki qismidagi masalalarni hozir tilga olmayman, faqat dunyo miqyosida qanday siqishib qo'yayotganligi haqida to'xtalaman. Ikki qismida munoyat ahvollar bek murakkab. Xitoyning iqtisodiy ahvoli, uy mulk tijorati, yoshlarning ahvoli, cho'nglarning ishsizlik deganga o'xshash nurg'ulg'an masalalar ikki qismida qo'shib oldi. Nurg'ulg'an Xitoy muloyizalari barkan. Men Xitoy muloyizalarining muloyizalariga ancha bek qiziqib ketmadim. Ularning ko'pinchisi Xi Jinpingning taxtdan tushishi qatorliq masalalar haqida to'xtaldi ekan. Biz Uyg'urlarga nisbatan Jallod Xi Jinpingning taxtdan tushib ketishi bizning taqdirimizni o'zgartirmaydi, chunki o'rniga yana bir uningdan betar bir jallod kelishi mumkin. Bizning Sharqiy Turkistonimizga, Uyg'uristonimizga yoki Xitoy mustamlika nom bo'lgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga. Shuning uchun bir Xitoy raisining ketib, ikkinchi bir raisning kelishi bizning taqdirimizda cho'ng o'zgarish hosil qilmaydi. Bizning taqdirimizda cho'ng o'zgarish hosil qilgan masalalar albatta tashqi dunyoning, musulmonlar dunyosining, turklar dunyosining, ondan başqa g'arb dunyosining, Yevropa birligining tutayotgan siyosatlari, Xitoyning aldamchiligini qanchalik darajada tonib yetganligi qatorliqlardan iborat shu bo'ladi. Xitoy qulaydiganga naytimi oz qilyotdi. Buningga cho'nqur ishonishinglarni umid qilaman, hurmatli qarindoshlar. Faktlarga cho'nqurlab kirgan sari, o'rgangan sari biz Xitoyning qanchalik oz umrining qolganligini albatta tonib yetalaymiz. Bugungi programmam shu Xitoy qulaydiganligiga oz qolganligini ko'rdigan holda Donald Trumpning ikkinchi bosqichlik tashqi siyosatiga nazar 3-bo'lim bo'ldi. Donald Trump efendim chiqqandan yog'izi Amerika asos jihatdan to'liq 100% tushunib ketmasmi, ammo asos jihatdan Xitoyning hilmikini, moyitini qanday qilib yumshoq holda singib kirish orqali dunyoning hamma yerdagi isil strategik o'rinlarni egallab bo'lganligini tonib yetdi deb qarayman. Hamda Donald Trumpning o'tgangi bo'limlarda men birinchi, ikkinchi bo'limlarda deb o'tib ketganimga o'xshash Donald Trump efendimning ikkinchi bosqichlik tashqi siyosatning asosiy mohiyati shu Kissinger taktikasi orqali, ya'ni ta'tir Kissinger taktikasi orqali Xitoyni yolg'iz qoldirib, ojizlatib yo'q qilish deb so'zlagandim. Bu Donald Trump efendimninki bu taktikasi ancha amalga oshmay qolgandek turdi. Biri Kissinger, ya'ni ta'tir Kissinger strategiyasi 70-yillarda Reagan yo'l qo'ygan Rossiya Xitoy bilan birlashib turib Rossiyani ojizlatish yoki yo'q qilish taktikasining aksi bo'lib, hozir endi Rossiya bilan birlashib turib Xitoyni yo'q qilish taktikasini yo'l qo'ymoqchi bo'lgan Donald Trump efendim shu munosabat bilan Putinga, ya'ni Rossiya prezidenti Putinga yaxshi muomala qilgan, kang qo'saq mardan muomala qilgan Donald Trump efendimning manbak yaxshi ko'rgan bir tarafi boshlanishda, kirishda samimiy, do'stona, kang qo'saq
qo'l ilishib ko'rishib tinchlik asosida masalalarni hal qilishga bek ahamiyat berdi ekan. Shuning uchun Putin bilan telefonda ko'rishib Putin menga ahamiyat beryotidi degandek gaplarni qilgan, ham Alaskada ko'rishib o'zining mashinasiga o'tag'izib degandek shundoq bir dunyoning medialarida yaxshi ko'rinishlar maydonga kelgan. Ammo bu ishlar Donald Trump efendimning kutgandek bo'lmay qoldi. Rossiya bu jihatda orqaga chekinib oldi yoki jahillik qilib turib oldi Ukraina urushini to'xtatish masalasida. Shuning uchun Amerika tarafi Donald Trump efendim bu masalalarda yana bir yangicha bir yo'llarni izlayotdi. Yana birisi o'zining ta'sir doirasini ma'lum rayonlarda kengaytirish. Bu masalalarga o'tgan Biden hukumati ancha ahamiyat bermay kelgan ekan. Bu qitim Donald Trump efendim ahamiyat beryotdi. Shu Xitoy bu jihatda ustib ketgan beklar Afg'onistondagi harbiy bazasini qaytarib olish haqida Donald Trump efendim aldıqalığını oturup qo'yatdi. Agar bu harbiy bazani Amerika qo'lga olgan vaqtida qandaq bo'lganligi, qandaq Uyg'urlar uchun nimadan derak berganligini o'tgangi qism programmamda to'xtalib o'tgandim. Ham bugungi programmam shu doimga o'xshashlar muqaddima, asosiy gavda qismi, undan keyin xotima qatorliq uch qismdan tarkib topgan bo'ldi. Undaqda men programmamga kirib ketdim. Birinchi shu muqaddima qismida Xitoy raisi qirg'inchilikning planlovchisi Xi Jinpingning vatanga borganligi haqida to'xtalman. O'zinglar bilsizlar, 10 ayning 1-kuni Uyg'urlar uchun qora bir kun Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'ur zamini, ana vatanimiz Sharqiy Turkiston, Uyg'uristonni besib olgan aldamchilik bilan, yolg'onchilik bilan kirib Xitoy askarlari cho'nglarimizning qiyirlarning soqollarini yeb qo'yib, chachlarini yasitib, ishlarimizning oldidagi qorlarimizni tozalab berib kirib 77 yil o'tgan bugungi kunda izchil 70 yilning yog'iz qirg'inchilik qilib bo'lgan bugungi kunda 3 milliondan 6 milliongacha Uyg'urni jazo lagerlariga tashlagan bir qora bir mustamlika kunimiz. Shuning uchun bunga norozilik bildirib, Xitoy mustamlikasiga norozilik bildirib, dunyoning har qaysi joylarida namoyishlar bo'ldi. Undan boshqa yana Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniningki qancha yillik munosabati bilan Xitoy raisi Xi Jinping shu atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga ziyoratga keldi. Xitoy raisi qirg'inchilikning Uyg'ur qirg'inchiligidanki bosh planlovchisi Xi Jinping shu bizning vatanimizga, Sharqiy Turkistonimizga ziyoratga berib, aydirimdan chiqarmagan asosda sun'iy shakldagi dag'dug'liq bir qarshi elish murosimini tashkillab, o'zini xuddi Uyg'ur xalqi bek yaxshi ko'rdigandek sun'iy ravishda badazab shu shundoq bir ko'rinish bilan aydirimdagi ko'rinishlarni butun dunyoga taqatdi. Amaliyotda shunchalik dakidikida bu yerga kelgandan keyin, chunki bu yerda Amerika, Kanada qatorliq 7 davlat Uyg'urlar qarta Xi Jinping qirg'inchilik yurgizyotdi deb qaror olgan. Undan boshqa nurg'ulg'an davlatlar yana ig'ir holda gap so'zlarni qilgan. Ham Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi insoniyatga qarshi jinoyat ishlanayotdi degan so'zlarni qilgan bir zamonga kelib ziyorat qilyotdi. Albatta, yuragi pok-pok. Uning ustiga yana 75 yoshga kirganiga qaramay, men ishki a'zolarimni almashtirib uzun yillar yashayman. Tuman ming yillar yashasin, mavjudsi tuman ming yillar yashasin degan bir shuarlarni to'lig'imizga o'xshash insonlar men tuman ming yillar yashasin degandek shuarlarni to'laydigan kishiga aylanaman degan bir signalni bergan. Ham Uyg'urlarning ishki a'zolari orqali o'zi ishki a'zolarini o'ziga selish orqali texmi uzun umr ko'rishdek razil bir orzusining bog'lig'idan iborat bir jipchini bergan bir kishi bizning bu vatanimizga kelib ziyorat qildi.
albatta yurak buk ayrimdan sirtiga chiqolmaydi, ham o'quvchi taraflarga qat'iy o'tamaydi, ham dunyoga da hech bir nemisi o'qishi ko'rilib boqmagan shu har bir oilaga birdan Xitoy tuqqanni, qo'shmoq tuqqanni yerlashtirib qo'ydigan shunday razilliklarni qilgan turib yanalam sirtlarga chiqib Uyg'urlar bilan ozoda paranglashib qolamaydi. Bu xuddi podshohningki yangi kiyimi degan bir cho'chak bor, shunga o'xshashlan bir masala. U podshohning yangi kiyimi degan cho'chakda shu podshohning bir usti mashinchi sana bir kiyim tikib beraman, men bu kiyimni faqatla aqlli odamlar ko'ra oladi, aqli yo'qlar ko'rolmaydi deb deydi. Amaliyotda u ishni tikmaydi. Podshohning kiyiming ustingda kiyiming bor, hamda paraddan o't degan vaqtida podshoh yalang'och holatda paraddan o'tadi, lekin hamma odam o'ziniki did bo'lib qolmasligi uchun voy podshohning kiyimi nim degan isil, nim degan chiroyli deb maqtaydi. Shu orliqda bir kichik bola podshohning ustida hech qanday bir kiyimi yo'q-ku degan bir so'zi bilan hamma kishilar rost podshohning ustida kiyimi yo'q degan xulosaga keldi. Shuni o'xshagan bir ziyorat hamda Jalol Shi Jinpingning vatanimizga qaratgan ziyarati. Uningki bir Uyg'ur siyosatida bir yaxshilanish bo'lib, Uyg'urlarningki ustidan yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatini yeniltish undaq maqsadida Uyg'ur diyoriga ziyorat kelgani yo'q. Buni Uyg'urlarning aytdi yaxshi bilishimiz kerak deb o'ylayman. Ham bu yerda o'tgan programmalarimda men pek to'xtalgan shu nemninki Yusuf alayhissalomninki quduq tashlanganligidek bir qismatimizda ham shunga o'xshagan bir quduq tashlab etilgan, quduqning chunqur qatlamlariga tashlab etilgan bir Uyg'ur millati degan bir millat bor. Bu yerlarga bir xuddi Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqarib Misrga ilib borgan, Misrning valisi bo'lishga sabab bo'lgan bir karvonning bu yerga kelib to'xtab qolishidan ham Uyg'urlarga bir nijotlik yo'lning ochilib qolishidan ansiraydigan, xudiksiraydigan bir holatim bor. Shunda xudiksirash, qo'rqish ichida Jalol Shi Jinping ona vatanimizni ziyorat qildi. Bu Uyg'urlarni umidlantirish kerak. Dunyoni men so'rayman davatgan bir jallodningki shunchalik Uyg'ur vataniga kelgandagi ahvoli Uyg'urlarni umidlantirish kerak deb o'ylayman. Uyg'urlar o'lib ketgandek ibodat qilishi, hech o'lmaydigandek Uyg'urlikning og'amchisiga chunqur va mahkam esish kerak deb qarayman. Hamda shu yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan New Yorkda bir yig'in bo'lib o'tdi. Bu yig'inga Suriya prezidenti Ahmed al-Shara kelib qatnashdi. Bu mezgilda sobiq CIA'ninki boshlig'i David Petraeus Ahmed al-Sharani ziyorat qildi. Ahmed CIA'ning boshlig'i David Petraeus chaqchaqarlash Ahmed al-Sharaga biz u chaqda bir-birimizga qarshi maydonda turib tutish buyrug'i chiqarilgan birsiniz qanday qilib u tuproqlarning lideri bo'ldingiz degan chaqchaqarlash savolni so'rdi. Ayni yillarda shu David Petraeus Ahmed al-Sharani turmaga tashlagan kishilarning biri. Hem tutup belgecilerge Amerika taraf ötkenki programlarımda $1 milyon deb optikenmen keyin materiallar qarasam $10 milyon deydi. Bazı materiallar 1 milyon deydiken bazı materiallarda 10 milyon beşiga şu tutup belgecilerge 10 milyon Amerika dollari mukofot berganligini e'lon qilgan bir kishi bilan o'zini turmaga tashlagan bir kishi bilan ziyoratdan qabul qilib suhbat olib beryotdi. Buningdan biz nimani ko'rib olamiz deganda, buningdan 1 yil burun yoki 6 oy burun yoki uningdan ilgirki yillarda Ahmed al-Shara Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida qatnashdi. Donald Trump qo'l elishib ko'rishdi. Fransiya prezidenti Macron qo'l elishib ko'rishdi.
desa, biz buni bir kulkilik ish deb o'ylaydik. Lekin hozir biz kulkilik degan ishlar reallikqa aylanyotdi. Shuning uchun Xitoyning qulaydiganligiga nurg'un kishilar ishonmaydi ekan. Bu yana bir yil, 2 yildan keyin reallikqa aylandi. Xitoy qulaydiganligiga oz qoldi degan programmani ishlagandan keyin nurg'un kishilar menga bu bir tush, bu bir realni bo'lmagan bir narsa, Xitoy hozir qulaydigandek emas degan gaplarni qildi. Bu to'g'ri emas deb qarayman. 10 million dollar tutish buyrug'i 10 million dollarlik qimmatdagi tutish buyrug'i chiqarilgan Ahmed Al-Shara bugun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida qatnashgan bo'lsa, Suriyaning prezidenti bo'lgan bo'lsa, Al-Shara bilan birga Uyg'ur askar jangchilar 5-diviziyaning Uyg'ur jangchilari bo'lgan bo'lsa, ata cho'qim Uyg'urlarmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirdi degan gap. Al-Sharahning yendiki Uyg'ur mustaqil kurashchilarimi Al-Sharahga o'xshash dunyo sahnalarida qadrlanadi degan gap. Yahudlar shu 2500 yilga yaqin vaqt atiga kelar yili Yerusalimni ko'rishaylik degan deb bir-birisi bilan qo'shishib 2500 yil o'tgandan keyin Yerusalimni ko'rishgan. Shunga o'xshash Xitoy qulaydiganligiga cho'nqur ishonishimiz kerak deb o'ylayman. Bundan boshqa yana shu dunyoninki tamponligida nurg'unlagan o'zgarishlarning bo'layotganligi, tuksiz ishlarning yuz berayotganligi, Xitoyni g'ultishni markaz qilgan chambarsimon qurshashning dunyo tamponligida muhim o'rinni evatganligi bizning diqqatimizni chekadi albatta. Yaqinda shu Amerikada hech bir vaqt ko'rilib boqmagan bir ishlar bo'layotdi. Amerika taraf, ya'ni 800 generalni dunyoning har qaysi davlatlarda vazifa o'tayotgan generallarni o'z ichiga olgan 2, 3 va 4 yulduzli generallarni Virginia shtatiga jiddiy chaqirdi. Donald Trump efendim bilan Amerika Mudofaa ministri, hozirgi ismi urush ministrligi, Mudofaa ministrligininki ismining urush ministrligiga o'zgarishimi kishini o'yga soldi. Amerika bir urushga tayyorlik qilyapti. Kim bilan urushadi? Birinchi nomerlik dushmani kim degan savollarni so'ragan vaqtimizda bu savollarga javobi Xitoyga berib markazlashadi. Albatta. Shundaq ular shu 800 dan ortiq generallarni Amerika Virginia shtatiga chiqdi. Haksat so'z qilib urush ro'yini asliga keltirish, siyosatimizga ega chiqamiz. Urush ro'yimizni asliga keltiramiz, siyosatimizga ega chiqamiz, urushga hozir bo'lishimiz kerak deganga o'xshash so'zlarni qildim. Ya'ni urush qilish ro'yimizni asliga keltiramiz, qilgan siyosatimizga ega chiqamiz va urushga hozir bo'lishimiz kerak degandek mushtaq so'zlarni qildi. Undan boshqa biz Xitoyni to'sishimiz kerak, urushga hozirlaning degan Xitoyni to'sishimiz kerak, urushga hozirlaning, dushmanlar to'plandi, tahdid zo'r yoki ig'ir deganga o'xshash kalimalarni ishlatdi. Mayli Donald Trump bo'lsin, mayli Hadsak bo'lsin. Undan boshqa Trump efendim keskin qilib Rossiya nuklear kimiyali qurollarni ishlatsa bizda bor dedi. Undan boshqa yana shu Rossiya tahdidini ozroq his qildik. Biz $1 trillion askeri harbiy qo'shinimizni 2026 yili kuchlantirish uchun tirishimiz degandek sap urushga oid so'zlarni qildi Donald Trump efendim. Bu ahvollar Amerikaning bir urushga tayyorlik qilayotganligining
bir signalını berdi. İkinci basqıçlıq tashqi siyosatida Donald Trump efendim umumyüzlik şu dünyanın umumi qilibləşib qalğan ənənəvi dostluq çemberekleri, ondan keyin adalatsizlik bilan jug'urilgan çembereklerinin hamısını buzib tashlash uchun kurash kurash qilyotdi mundaq aytganda. Tövəndə so'zlaydiganim Uyg'urlar uchun texmi bakrak xo'shallanarli bir xabar. Bu Pokistonga oid. Pakiston taraf musiqında strategik ve iqtisodiy hamkorlikni yangidan jonlantirish uchun Amerikaga Xitoy mablag' solgan Guada portining yonidagi Arab dengiziga ichilgan bir port silish taklif bo'ldi. Xabarlarga asoslanganda shu Pokiston taraf Amerikani taklif qilayotgan bu portning umumiy qiymati 1,12 milyard Amerika dollari bo'lib, Amerika tarafidan insho qilinib ishlatishga bo'ladigan bir terminalni o'z ichiga oldi. Amerikaga Pokiston etishni taklif qilayotgan bu port Pokistonninki shu Balujiston avtonom rayoniga bog'liq bo'lgan Pasni nomli dengiz girvigidagi yeziga joylashgan bo'lib, Pasni İranning Chabahar portiga 100 mil, ya'ni 160 kilometr uzoqlikda. Hindistonning manfaatlariga aloqador rayonlar va Xitoy mablag' solgan Gwadar portiga 70 mil, ya'ni 110 kilometr uzoqlikda. Hem de gerçi Amerika'nın bu rayonlarda harbiy baza qurishi rad qilinib, Arab dengiziga ichilgan bir port qurishni Pokiston taraf port qurishiga Pokiston taraf yeşil chiroq yoqib berayotgan bo'lsa-mu, ammo kelajakda Amerika bu yerlarga harbiy bazalarni qurib qilishi mumkin. Pokiston harbiy qo'mondoni Asim Munir bilan Pokiston ministri Shahbaz Sharif o'tgan oyda shu Trump bilan Amerikada ko'rishgandan keyin bu taklifni o'tirib qo'ydi. Ko'rish jarayonida Sharif Amerika şirketlerini Pakistan'daki enerjiya, qanchalik, dehqonchilik va energiya sohasiga mablag' silishini talab qildi. Hem Amerika bilan Pakistan o'rtasida cho'nqur bir hamkorlikning bo'lishini umid qildi. Chunki Pakistan Xitoyning o'z davlatidagi ta'siridan andisha his qilyapti. Bu hamkorlik bu shu Trump'ninki Pakistan bilan Hindiston o'rtasidagi urushni to'xtatgandan keyin to'xtatishda o'rtadagi kelishtiruvchilik rolini o'ynagandan keyin shu kelishtiruvchilik rolini olgan shu 5-oy ichida amallashdi. Ko'rishdan keyin Asim Munir bilan Shahbaz Sharif Trumpga shu Pokistonning butun yer osti boyliqlari o'rnaklari tushirilgan bir xaritaga o'xshash bir narsani hadya qildi. Demakki Pokiston Amerikaning nimaga diqqat qilayotganligi, ya'ni bu Donald Trumpning ikkinchi qitimliq tashqi siyosatida asosan strategik joylarga o'zi sal qaragan Biden hukumati tarafidan sal qaralgan Xitoy bu jihatda o'tib ketgan yumshoq singib kirishlari bilan o'tib ketgan shu rayonlardagi o'z ta'sir kuchini kuchaytirish siyosatiga qarata darhol Shahbaz Sharif bilan Asim Munir bu o'zlarining yer osti boyliqlari tushirilgan shu xaridlarni ilib ham portini, Pasni portini ichishni taklif qilib Amerikada ko'rishib, Donald Trump efendimni xush qilyapti. Bu Pasni portini ichish tashabbusi Amerikaningki
Arab dengizidagi strategik savdo o'rnini texnik yuqori ko'tardi. Arab dengizidagi strategik savdo o'rnini texnik yuqori ko'tardi. Shuning bilan bir vaqtda Pokistonning Xitoyning Gwadar portiga qarshi turish Pokistonga nisbatan Xitoyning Gwadar portiga qarshi turish fursatini yaratib berdi. Gwadar portiga yana bir raqobatchi portni Amerika ochgan vaqtida bu Pokistonga nisbatan Xitoyga qarshi turishda Xitoyning ta'siridan azroq bo'lsin qutulishda muhim rol o'ynaydi. Pasni degan qiya, Pasni porti qandaq bir port, yana mashkilligan holda, chunqurlagan holda bir muloyiza qilib boqaylik. Pasni Pokistondagi ikki cho'ng port bo'lgan Gwadar porti bilan Ormara porti orasiga joylashgan bir o'rin. Ormara porti yana o'z navbatida bir dengiz usti bazasi bo'lib, Gwadarni allaqachon Xitoy egallab bo'lgan. Gwadar porti Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori Gwadar porti haqida o'tgan programmalarimda bekchiq to'xtaldim. Programma shu tushuntirib bo'lgandan keyin yana ozroq to'xtalman. Endi Gwadar bu yuqoridagi Basni va Ormara deganlarga qaraganda nihoyatda strategik o'rni ulardan bek yuqori. Nihoyatda qimmatli. Mushu portni Xitoy qancha yillar burun yumshoq sanqir qilib Pokistonga egallab olgan. Endi dunyodagi strategik muhim joylarga bo'lgan ta'sir kuchini kuchaytirish jihatda Amerika Xitoyning aqsi qolgan vaqtida uxlab qolgan yoki endi Donald Trumpning ikkinchi qitimliq qilmishi tashqi siyosati shunda Xitoyning ta'siri paydo bo'lgan, Xitoy kuchli ta'sir ko'rsatayotgan joylarga yaqin yerlarga kelib, Xitoy boy yerlarga kelib, masalan Afg'onistondagi harbiy bazaga kelishni aytganda o'tirib qo'ydi. Bu qitim Pasni portini ichishni Pokiston jiddiy talab qiladi. Agar bu Pasni portini barpo qilsa, Xitoy, Amerika Gwadar portining yinda Xitoyga kuchli bir tahdid shakllantirgan bo'ldi. Endi bu Pasni uzun yillardan buyon Pasni bu portini Pokiston ichishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin bu yerda ig'ir bir cho'kish holati mavjud bo'lganligi uchun bu Pasnini bir port qilib qurib chiqish jihatda, texnik jihatda qiyinchilikqa duch kelgan. Endi darhol Donald Trumpning Amerika ikkinchi qitimliq tashqi siyosatining markazi bo'lgan Amerika birinchi va yer osti boyliqlariga havas qilish, har qaysi joylarning yer osti boyliqlariga havas qilish, Greenlandni setib olman, Panama kanali va shu Kanadalarga havas qilishdan iborat orzusini bilgandan keyin darhol siyosiy jihatda, taktika jihatda ustunlikni egallash uchun bu yerlarni endi Amerikaningki mablag' selib va o'zining texnikasini qo'llanib bu yerlarni ichishi uchun oltin tovoqda mundaq sunyotdi Amerikaga sunyotdi. Endi texnik cho'nqurlagan holda Pasni bu portini Amerika olgan vaqtida Uyg'urlar qandaq bir foiz bo'ldi, bu yer qandaq bir rayon, Xitoy qandaq ahvolga tushib qoldi degan vaqtimizda bu Pasnimi Gwadar va boshqa yuqorida biz tilga o'tib ketgan portlarning endi bo'lib, bu nimning shu Hindistonning manfaatlariga muhim rol o'ynaydigan kechiringlar. Shu portlarga yaqin bo'lib o'tganda Hindiston Amerika 50% bosh qo'ygandan keyin Hindiston darhol Xitoyga yiqilishib oldi. Bu Pasni dengiz portini ochgan vaqtida Amerika ham Xitoyni, ham Eronni, ham Hindistonni kontrol qilib tura oladi.
bu yerda Hindistonning nihoyatda chuqur manfaatlari bor bu yerda. İranning Hürmüz deymi. Shu portidan da Amerika burundan tartib nazoratchilik rolini o'ynab kelayotgansa, bu pasni dengiz bazasini ochgandan keyin texmo bu yerlardagi roli kuchaygan bo'ldi. Endi hozir Xitoyninki tahdidi Pokistonga nihoyat og'ir. Bu chunki bu yerga 65 milyard dollar mablag' silib Pokiston Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini qurdi. 65 milyard bekchiq mablag' bu. Pokistonninki butun tosh yo'l, temir yo'l, doktorxona, maktab, kun nuri energiyasi va boshqa hamma sohalarga mablag' silib Pokistonni xuddi o'zininki bir o'lkasidan battar bir ahvolga tushirib qo'ydi. Buning asosli nishoni Xitoyninki o'ylayotgani Gwadar portini qurib, Gwadar portini kelajakda Xitoy ko'chmanlarini yetkazib kelib, Gwadar portini kichik bir yezini shu Xitoyninki Guangzhou, Shanxay, Shenzhenlarga o'xshash bir egiz binolar tushgan bir nemis shahriga aylantirib, port shahriga aylantirib, u yerga Xitoy ko'chmanlarini yetkazib kelib, ya'ni ikkinchi Sharqiy Turkiston qilmoqchi Xitoyning maqsadi. Endi bu yerga Pokiston Amerikani taklif qilib, Gwadar portining yanida Amerikaning bir port ochishini taklif qilishi Xitoyni albatta intayin bearam qildi. Xitoy xabarlariga qarasam, Xitoylar bu xabarni anglagandan keyin Pokistonni ayblab xabarlarni ishlab ketdi. Bizning do'stligimizga xoinlik qildi, undaq. Aqay shaqay deb Xitoy o'zininki bayonot berish tilvag'i bir xil hammamizga tanishib bo'lgan shunaqni qilib ketdi. Agar Amerika basni shu portini ichib qolgan ahvol ostida Uyg'ur vataniga, Sharqiy Turkistonga yaqin kelgan bo'ldi. Bunda qaraydigan bo'lsak, Donald Trampningki tashqi siyosatiga qaraydigan bo'lsak, asosan Xitoyni cho'rdigan muhim strategik joylarni egallashni hozircha maqsad qilyapti. Uningdan boshqa Uyg'urlar haqida hech qanday bir gap so'z bo'lmagan taqdirda, lekin Uyg'urlarning vatanining atrofiga yaqin kelishni o'ylashyapti Amerika. Afg'onistondagi harbiy bazasini qaytadan qo'lga ilishmi, Uyg'urlarningki darvozasining oldin kelib qolganlik bilan o'xshash deb o'tgan programmamda so'zlagandim. Uning endi bu basni portini agar Amerika ichib qolgan vaqtida o'zinglarning xabari bor. Basni Gwadar bular Pokistonningki shu eng g'arbiy girvigida bo'lsa, bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston, Pokistonning eng sharqiy girvigida. Xitoy shu Qaraqurum tog'larini teshish orqali Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini ichib, shu yo'llar orqali uddul tip-tuz holda shu Gwadar portiga tutashgan. Amerikaning bu taraflarga kelishi albatta Baluch xalqini xo'shal qildi deyman, chunki Xitoyninki mustamlikasi burnuq purab turgan Baluch xalqi Gwadar portini ocholmaslik uchun Xitoyninki undan boshqa Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining ichilishiga norozilik bildirib, Baluchlarni jiq qahramonliklarni qilib, nurg'un harakatlarni olib berib, nurg'unlagan Xitoy injenerlarini hujum qilib, Xitoy injenerlarini o'ldirgan. Shuning bilan Xitoy bu yerlarga ancha bek erkin ozoda kirib chiqolmaydigan ahvollar shakllanib qolgan. Pasni shu dengiz portiga Amerikaning kelib qolgan ahvol ostida bu Uyg'urlar uchun xo'shallanarli bir ish bo'ldi. Ham Pokistonmi aqlli ekan deb o'ylab qoldim. Shabbos Sharif apandim Amerikani mushaqlarga taklif qilish orqali ham o'zining davlatini Xitoyninki tahdididan qo'g'dash, ham Uyg'urlar uchun bir yaxshi bir strategik bir ahamiyatga ega bir ishni qildi deb o'ylayman. Inshaalloh bu pasni dengiz portininki pat arada Amerika tarafidan ichilib,
Xitoyning shu Guada portini qo'lga keltirish uchun ko'rsatgan butun tirishchanliklarini, ondan keyin sağlam mablag'larning hammasini yo'q qiladi deb o'ylayman. Inshaalloh Xitoyninki bu bir yo'l, bir balvoq, bir bu shirin kishi allaqachon mag'lub bo'lishga boshladi. Endi shunday xabarlar orqali, shunday yangi strategik planlar Donald Trump efendimning o'z ta'sirini kirgizish, Amerikaning ta'sirini kuchlantirish rayonlarda shu taktikasi bilan, strategiyasi bilan Xitoy butunlay mag'lub bo'ldi deb o'ylayman. 60 milliard mablag' sağan Pokistonda hozir butunlay Xitoy mag'lub bo'lish oldida. Demakki, bu bizningki Xitoyninki qulaydiganligi, oz qolganligidan iborat ishonchimizni texmi oshirdi. Uningdan boshqa men endi programmamning oxirgi ushtirok qarab ketyapman. Xotima qismlariga kelib qoldim. Shu dunyoning tangpunligida yana nurg'un o'zgarishlar bo'lyotdi. Tunugungi ishlar bugun yo'q, bugungi ishlar erta yo'q, shunday bo'lyotdi. Shu Donald Trump efendim yana shu G'azza planını 21 moddali G'azza planını o'tirib qo'ygan. Bu plan bilan hozir Hamas bilan asos jihatdan kelishib, dunyoni uzun yillardan buyon, 70 necha yildan buyon dunyoni nayt qalayimqon qilib kelgan, nayt oxir chiqmas bir chigish bir narsaga aylanib qolgan bir dunyoning cho'ng bir masalasi, ya'ni Falastin masalasi hal bo'lish oldi turadi. İnşallah Falastin masalasi hal bo'lgandan keyin dunyoning diqqati Uyg'ur masalasiga markazlashadi deb qarayman. Dunyoning bugungi adolatsizlik holati o'zgaradi. Kelajak Uyg'urlarning adolati bo'ldi deb o'ylayman. Demak, shu ahvollarning hammasini biz tahlil qilgan vaqtimizda Amerika prezidenti Donald Trump efendimninki ikkinchi bosqichlik tashqi siyosatining asosan dunyoning masalalarini asos jihatdan hal qilib, butun diqqatini Xitoyga qaratadiganligi, Xitoy hokimiyatini jazolaydigan va Xitoyni qo'ltishga qaratadiganligidan derak berdi. Bugungi Xitoy g'ulaydigan az qoldi nomli programmamninki 28 qismi mishad oxirlashdi. 29 qism programmamda ko'rishgacha omon bo'linglar. Xitoyning g'ulaydiganligiga cheksiz ishoninglar. Xitoy g'ulaydi. Ahmad Al-Shara Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'iniga qatnashgan bo'lsa, aytganlikka Uyg'urlarmi yana dunyo sahnalariga chiqib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'inlariga qatnashadigan, dunyo Uyg'urlarni anglaydigan, tinchaydigan kunlarmi keldi deb o'ylayman. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar.